Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz podpисchiklari. Hammangni girib yotaran bayramlar bilan. Bugun do'stlar, Darital'ın doğrusunda 5 xonalı kvartiramiz 3-chi etajda sotiladi ekan do'stlar. Shuni obzorini ko'rsatib o'tamiz. Sonunda ketdik do'stlar. Orientirni tushuntirib o'tamiz do'stlar. Yine Darital'ın doğrusunda Karun tuyakdan girib kelasizlar. Karun tuyakdan girib kelganingizda orqa tarafında Karun tuyak. Sonunda ketdik do'stlar, gösteramiz. O zaman yetib keldik. Girganimizdan chap tarafimizda böyle bir xona bo'lgan. Xonani ochib qo'yibdilar, endi bir shunday o'tiradigan yer qo'yibdilar bu yerni. Girganimizda shu chap tarafimizda birinchi xonaning o'rni ochilgan do'stlar. Bu yon tarafimizda girganimizda yana shunday bir mebel bilan opshib ketib ajoyib tuzatib qo'yibdilar pirxoshkani. Kiyim qo'yadigan o'zlari. Bu yon tarafimizda rakovina местоsi. Doğrumuzda şimdi uzun koridor tushgan. Koridordan barsamızda 10 tarafımızda birinchi gostinisi bu do'stlar. Bu kvartiramiz evvel rakam chiqardik. Hozir endi bahası sel yangi yil aksiyasi bahası sel arzaladi do'stlar. Uspet etib qolinglar. Mening kvartirani yana to'shkasam zo'r местоположениесі ham alsangızlar zarar etmezler dostlar. Şimdi girganimizda gostinisi bu yine. Aboylarımız ham mo'ysha aboylardan urilgan devorlarına, belleri erketib chiroyli tuzatib qo'yibdilar. Cihazlar sotiladi, cihazı bilan ham sotiladi dostlar. Chap tarafimizda birinchi spalnisi bu. Banda balkon ham bor. Devorlarimiz jitcha bo'yatilgan. Otopleniyamiz o'tirilgan bu avvalgi taraf balkon do'stlar. Kvartiramiz ozgina bir ishi bor, bo'lgani ko'p emas rasotlar. Bu yerda ikkinchi spalnisi bu. Детский spalni. Akvaplastikani qo'yilgan. Registrlar o'tirilgan. Bu yerda shunning shkaflari bu yerda spalnilari bor. Karavatlari. Bu yanımızda endi ikkinchi zali bo'lgan. Bu yerda spalni etib qo'yibdilar. Xohlasangizlar spalnini bana ko'chirib turib, bu yerni zal etib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Bu yerimiz ham shunday deb remont etilgan, jitcha bo'ydan chiqqan. Sostenisi minimalniy. Ajoyib etib qo'ysangizlar ham bir remontga kelib turibdi. Endi bir remont etsangiz ham bo'ladi. Hozir shu ahvolda yasasam bo'ladi, u bo'yicha etib berib. Bu yerda bir konditsionerimiz qo'yilgan. Arandan bir konditsionerimiz qo'yilgan, ko'rib turganlaringizdek. Bu yerimizda spalni garniturlari kelishsangizlar qoladi. Xohlasangizlar pusto etib olsangizlar ham bo'ladi. Shunda do'stlar, bu yerda 2 gostinniy, 2 spalni. Bu doğruda xohlasangizlar bu yerga bir garderob etib qo'ysangiz bo'ladi bu yerni. Veya qo'ymaka, banka qo'ymaka bir qolib ketib qo'ysangizlar ham bo'laveradi. Garderob nasingizlar ham bo'ladi, banka qo'ymaka saqlab etib qo'ysangizlar ham bo'ladi. Qolibga. Bu yan tarafımızda yine kuxnyamiz. Pollari kafelatilgan. Devorlar ham kafeldan chiqib turibdi. Kuxnyning garniturlari, gaz plitasi, sterilniy mashinasi, duxovkalari ham bor. Do'stlar. Xolodilniklar ham to'g'ri shunday Artel firmani xolodilniklari qo'yilgan. Bu yerda kotelimiz ekonomik kotellardan qo'yilgan. Bu yerda yana gazımızın uçurtçulara koyup ötülüngen bir dapşıp getirip sana üzerine gösterip dostlar. Sana üzerine şimdi plastikten apşıp getirip tuttu. Çıraletip görüntülü alırız diye. Şimdi xolla apşıp getirip zetilgen. Eşitlerim akaplastik eşitlerden koyulgan dostlar. Dostlar, endi
Sizlere gösterəcək cayımız, kvartiramız şəhədir. Puluna gəlsək bunu. Puluna cihazlasız. 495 milyon so'm deb turibdi. Cihazlasız. Cihazlar bilan oladigan bo'lsangiz do'stlar 550 milyon deb turibdi. Cihazlar bilan olsangiz. Cihazlasız 495 milyon so'm. Sonunda do'stlar, hammaga yangi yilda sağlık, salomatlik tilaymiz. Kimki niyet etgan olsa, toza yilda neki niyet etgan olsa, Alloh taolo niyatini yetirsin sizlar. Hammamizni birgalikda shu yangi yillarni yaxshi kutib olishni, sağlık, salomatlikda Alloh taolo nasib etsin do'stlar. Asa like bilan podpiskadan chiqarmaysizlar do'stlar. Like podpiska etib borsangizlar, shunday kvartira joylarni sizlar uchun ko'rsatib borishda davom etamiz. Satışlarınızdan ham yordam etamiz do'stlar. Asa keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz. Xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.